Bugun sizlar bilan ultra kuchli TNT'larni portlatamiz. Oddiy TNT'dan cheksizlik TNT'sigacha bor. Hozir ko'ramiz. Mana. Ko'rib turibsizlar. Birinchi TNT va ikkinchi TNT, uchinchi TNT, to'rtinchi TNT, beshinchi TNT, oltinchi TNT. Shu TNT'larni hozir portlatamiz. 8-TNT. Bo'ldi. Buni uzoqroqda portlatish kerak. Birinchi TNT'mizni boshlaymiz. Portladik. Qo'shdik. Hayvonlarni paydo qilarkan. Nega mana ishlayapti? Qoladi. Ikkinchi TNT'ni portlatamiz. Menimcha bu yerni tekislaydigan TNT, chunki pastda qora narsa ko'rinib turibdi. Hozir nima bo'ladi? Ko'ramiz. Kutilganidek. Ikkinchi TNTni. Lavali TNTga o'xsharkan. Nima qilarkan? Ko'ramiz. What the hell? Hamma yoqni yoqib yubordi. Yaxshi. Endi ikkinchi TNT. Qochamiz. Nima qilarkan? What the hell? Shu bolani uloqtirdi. Minecraft kutilgandek qotib qoldi do'stlar. Birazdan keyin hozir kelamiz. Ana u yoqqa borib kelaylik. Mana Minecraft yana boshlandi. Nima bo'ldi? What the hell? Chiroyli bo'ldi. Yo'q, hali beri Minecraft qotyapti. Demak, boshqa joyga portlatishga ketdik. Mana bo'ldi. Men eng qiziqayotgan TNT'm cheksizlik TNT'si. Nima qilar ekan? Kutamiz. Portlashga tayyorlanyapti. Yaxshi TNTga o'xshaydi. Portladimi? Minecraft kutilgandek qotib qoldi. Uzoqroqqa borib turaylikchi. Yo, yalmog'izni uyi. Bu yerni ham portlatib ketamiz. Voy. Yalmog'izni mushug'i ham bor-ku. Yo, men hozir bu yerni portlatib ketaman keyin. Biroq boyagi TNT portladimi? Qoladi. Ona. Kutilgandek hozir portladi. Nima bo'lyapti? What the hell? Chiroyli portladi. Minecraft qotib qoldi. Asta tushishni qaranglar. Kutilganidek Minecraft qotdi. Demak, boshqa joyga ketdik. Biz sandiq bo'lgan joyini unutmasligimiz kerak. Hozir biz navbatdagi TNTga o'tamiz. Yo'q, portladi. Minecraft portladi. Nima bu? Juda sakraydi. Portlasa yosadi. Hozir kelamiz.
Qaytib boramiz. Hali beri portlamagan. Nima bo'lgan bu tenteklarga? Bo'ldimi? Mana bo'pti. Men bu yo'qmadi. Ulkan suv qilsa kerak deb o'ylagandim. Oddiygina kichkinagina suv qildi. Nima bu tentek? Uy qurib beradimi? Ko'ramiz. Baba. Chiqdim baba. O'ynab beraman. Tentekni ustida. Yo'q. Uchish kerak. Uloqtirdi. Menga kutilgandek qotdi. Zo'qlashamiz. Burul. Hali bu shuncha tenteklar turibdi. Meni qaytib boramiz. Katta joyni yo'q qilganga o'xshaydi. Kutilganidek. Ho. Meni kutilgandek qotdi. Sabr qilamiz. O do'stlar, boya yashil tentekni kuchini qaranglar. Hozir ishlabdi bu. Bo'ladi, yo'qdi. Boshqa joyga ketaylik-da. Bu yerga qaytib keyinroq kiramiz. Olg'a. Endi navbat mana bu tenteklar. Ya ko'rdim. Tenteklar yo'q ko'rinyapti. Meni faz qotadi. Kutamiz. Mana boyagi tentek portlatib qochib ketganimiz. Hozirgina tentek qayerda deb savol berganlar. U birinchi portlatganimiz saniki. Mana bu. Shuning uchun biz qayerdan kelgandik? Yo'q. Nega qayerdan kelgandik ya? Yalmog'izning uychasi bor edi. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q, mana topdim. Bozdovali. Chiqadi. Shuncha tentek ya. Hozircha shular. Keyin boshqa safar ikkinchi qismini ham olamiz buni. Mayli, sizlarga hozir ko'rsatay. Hamma qiziqib borayotgandir. Cheksizlik tentesi. Mana bitta o'rnatamiz. Cheksizlik. Kutilgan o'rlar. Cheksizlik. Avval buni portlataylik. Menga faz qotib qolsa kerak. Sakın gidiyordu kumlar. Güzel ekan. Yo'qda. Nima sakın. Endi kutilgan onlarda mentasi. Hamma sabr qilib kutgan chiroyli va cheksizlik belgisi bor tende. Endi kutamiz. Kutilgan onlar va miniklar bu yoqqa borsa qotib qolyapti. Cheksizlik tentasi. Bo'ldimi? What the hell? Menga yoqdi. Pastga tushib ko'ramiz. Yo'q, hali bor ekan-ku. Bu hali qolmaydi.
Mana. Yo'q. Cheksiz borlaydi Pedro ko'chagisi yo'q. Men Matito. Men 3 tura olaman, 3 masdan tura olaman. Yo'q, olmas. Lekin kerak ekan. Olmaslarni xohlagancha shunday. O, kurashlarda men nega berman. 3 ming tura olaman. Kurashlar bo'lgan. Olha, do'stlar, sizlar. Hatto kreditda bo'lib. Mana o'ldi bo'lish qiyin bo'lyapti. Hozir biz nima bo'lishi? O'tni o'chirdi. Молодец. Ну да, переводите хотите, да. Keyingisida biz juda ko'p qurol aslahalar videosini olaman. Ishonmayotgan bo'lsangiz hozir ko'rsataman. Mana Arsenaldan oddiygina Wildblockdan Pedro Piligacha. Hozir bu videoni ko'rsataman. Chunki keyingi safar bu video haqida olaman. Like va podpискani ayamaymiz do'stlar.